Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, sizlar O'zgaran TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari haqidagi maxfiy ma'lumotni ilk bor oshkor etdi. 1-noyabr holatiga mamlakat sof oltin valyuta zaxiralari hajmi 26 milliard dollarga yetgan. Bunday ma'lumot birinchi bor rasmiy e'lon qilinmoqda. Odatda bu axborotni e'lon qilmas edik, u maxfiy sanalardi. Yaqinda davlatimiz rahbarining bir qator iqtisodiy axborotlarni foydalanish uchun ochish haqida qaror qabul qildi. 1-yanvardan Markaziy bank oltin valyuta zaxiralari, pul massasi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarni rasman e'lon qilib boradi, dedi Eshmatov. Uning ma'lum qilishicha, valyuta erkin savdosi boshlanganiga 2,5 oy bo'lgach, birinchi marta xorijiy valyutani sochish hajmi xarid hajmidan katta bo'ldi. 325 million dollarga teng. Bu farqni Markaziy bank sotib olgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.